sinus alfaning kvadrati plus kosinus alfaning kvadrati teng rning kvadrati bo'ladi ekan. To'g'rimi? Sinusning kvadratini biza sinus kvadrat alfa, kosinus kvadrat alfa, hech qachon alfaning kvadrati bo'lmaydi. Tushundingizmi? Sinusni oldina tushiribdi. Tushundingizmi? Yuk sinusga tushgan. Yuk kosinusga tushgan. Yuk alfaga tushmagan. Tushundingizmi? Eng ko'p abituriyentlar xatolar boshlanadi. Bunda masalan sinus 30 gradusni kvadrati desam, sinus 30 ni kvadrati deyiladi. To'g'risida xato, umuman xato. Sen yukni nereye tushirib turibsan birinchi? Sinusga aytib turibsan, demak senda yuk sinusga tushadi. Bu umuman xato. Tushundingizmi? Kvadrat nereye tushadi? Sinusga tushadi. Yana sinusga tushadi. Alfaga umuman tegmaydi. Bundan tushuning. Teng r kvadratni nechadan bizada? 1. Ana bizada navga chiqdi, asosiy ayniyatning birinchisiga chiqdi. Birinchi formulamiz keldi. Trigonometriyaning asosiy ayniyatining birinchi formulasi sinus kvadrat alfa, kosinus kvadrat alfa navogan 1 ekan. Masalan, sinus kvadrat 30, kosinus kvadrat 30 necha? Ha? 1 sinus kvadrat 100, kosinus kvadrat 100 necha deng? 1 sinus kvadrat 7 pi taqsim 6, kosinus kvadrat 7 pi taqsim 6 necha deng? Neden de tutmam birliği? İjör bir xil bo'lishi kerak o'rtada. Lekin sinus kvadrat x'a, kosinus kvadrat 2x ko'rsam bu 1 emas. Nechun? Alfa bir xil bo'lishi kerak. Bunda alfa x, bunda alfa 2x. Ko'pchilik inchalarni endi bilan qo'shtirib turibdi-ku deydi, 1 deydi. Balani yatsin. Alfa bilan alfa bir xil emas. Alfa bilan alfa bir xil bo'lganda ikisini qo'shsam nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Yodingda dursin shu qoida. Tushundingizmi? Demak, bu birinchi qoida ekan, birinchi formulani kelib chiqish ekan. Asosiy niyatlar bu mavzumizda. Xo'p, ana shu formulani o'zida men formulani keltirib chiqaraman. Ana endi men sinusini topaman, kosinusini topaman. Burchakni sinusi bilan kosinusning qiymatini topishni ishlaymiz. Xo'p, birinchi sinus kvadrat alfani topaman. Bu bilan ikkinchi bo'ldi. Sinus kvadrat alfa teng bu mana nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadi. 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ldi. Demak, sinus kvadrat alfa 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bu bir formula. Birinchi formula, ikkinchi formula. Sen sinus kvadrat görsang, imini almashtirib bilasan. Ya imini formulani görsang, imini almashtirib bilasan. O bize qisqa ko'paytirish formulalarini o'tganda a plus b xavf kvadratini nima bo'ladi? A kvadrat plus 2 bu plus bu kvadratdan yollanmasini a kvadrat plus 2 bu plus bu kvadrat göreylik desa a plus buni xavf kvadratini görgansan, to'g'rimi? Bundan bu düşünün. Sinus kvadrat alfa gördingmi? Ha, bu 1 minus kosinus kvadrat alfa. 1 minus kosinus kvadrat alfa görding, bu sinus kvadrat alfa ekan. Shuning ayniyat degan o, ikisi bir xil bir-biridan teng degan. Xohlasan buni qo'y, xohlasan buni qo'y. Tushundingmi? Polo yedim polo degan. Tushundingizmi? Xohlasan buni ishlat, xohlasan buni ishlat. Hech kim sana hech narsa demaydi. Xo'p, men ham so'kmayman, hech kim so'kmaydi. Kosinus kvadrat alfa topilgan. Nima bo'ladi? 1 minus sinus kvadrat alfa. Hemen tushuntiribmi? Endi ham tushuntirmayapti. Bunchasi formula? Uchinchi formula. Tushundingizmi? Kosinus kvadrat alfani topdim, buni bani o'tirib hemen tushundim. Xo'p, to'rtinchi formulamiz. Endi sinusni uzini topamiz. Kvadrat emas, uzini. Unda nima bo'ladi? Sinus alfa barobar plus minus deyman. Nechun desa, kvadratdan ikkita qiymat chiqadi. Yozib olsan, plus va minus. Ildiz ostida olaman. Kvadrat yo'qotdim ko'ma. Endi ildizni yo'qotdim, men buni ildiz oldim. Nima bo'ladi? Ne degan chiqdi? Bilmagan chiqdi. Tushundingizmi? Hamma tushundingmi shu yerda? Buni to'g'risini yozsam bo'ladi. Buni to'g'risini yozsam shu. Sizlar yaxshi tushuncha bo'ladi.
beramiz. Sinus alfa plus minus 1 minus kvadrat alfa. Kosinus alfa ne bo'ladi? Plus minus 1 minus sinus kvadrat alfa. Tushundingizmi? 1 2 3 4 5. 5 tane formula yazılır. Doğru mu? Hadi endi tangens alfani yazamiz. Tangens alfa nima degan? 4-inchisi. Tangens alfa. Nima bo'ladi bu tangens alfa? Formulasi yana yozib beradi. Alfa taqsim kosinus alfa. Bunu keltirib chiqarishni yo'sfadan qara. To'g'rimi? Yani formuladan keltirib chiqarsangiz bo'ladi. Sinus alfa taqsim kosinus alfa. 5-formulamiz. Tangens alfa nima ekan? Kosinus alfa taqsim sinus alfa. Demek sen nerede katangens degan ifoda kelsa nomni ishlatasan ekan. Imun qo'yib ketib bilaman ekan. Nerede imun ifoda bo'lsa men buni qo'yib ketib bilaman ekan. Bundan xuddi shunday. Ana 1 2 3 4 5 5 tane formula. Ana endi asosiy 2 tane formulasi qoldi. Buni ishlatamiz. Birinchi formuladan keltiramiz. Birinchi formulani yozamiz. Bu 5 tane formula tursin. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng nima edi? 1, to'g'rimi? 2 ga bo'laman. Inishi ifodani har qachon musbat narsaga bo'lish mumkin. Musbat bo'lsa bo'lasa, tushundingizmi? Musbat bo'lmasa bo'lmaymiz, yodingizdan chiqarib. Musbat bo'lsa bo'lamiz. Matematikada shunday narsa bor. Sinus kvadrat alfaga bo'laman, o'ngni tersini. Mana nima bo'ladi? Kosinus kvadrat alfaga bo'laman. Hech nima o'zgarish bo'lmaydi. Tushundingizmi? Ya'ni bondan bo'ldim. İkisini bir xil bo'ldimmi? O'rtada tenglik turibdi, hech nima o'zgarish bo'lmaydi. Ko'paytirsang ham bo'ladi, ya'ni teng sistema ishlaganda 2 ga ko'paytiraverdik bo'lsa, tenglamada o'zgarmaydi. Bo'lamiz, nima bo'ladi? Sinus kvadrat alfa taqsim sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa taqsim sinus kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Hamma tushunib o'rdi. Sinus kvadratga bo'ladi. Sinus kvadratni tashlab bersang, bari shu narsani o'zini beradi. Xo'p, sinusni sinus kvadratga bo'lsam bu 1 ni beradi. To'g'rimi? Kosinus taqsim sinus nima bo'ladi? Katangens taqsim. Katangens alfa. Bundan kvadrati katangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Bunu tushundingizmi? Endi nima o'tamiz? Nima bo'ldi? Kosinus nima bo'ladi? Sinus kvadrat kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfa. 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Bu bilan bu tangens kvadrat alfa plus 1 teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Hamma tushundingmi shu yerda? 6-chi va 7-chi formula. 7 tane formulamiz var. 7 tane formula işletişinde. Yani elemesi var. 8. formula var. 8. formula şurada yazılıp geliriz. Düşünce bo'ladimi? Bilmayman. 8. formula. Tangens alfa, katangens alfa 1 beradi. Nechun 1 beradi? Kim isbotlab qo'yadi? Biling. Nechun beradi? Tangens sinus bu kosinusga bo'laydi. To'g'rimi? Qo'y, sinus taqsim kosinus. Katangens Kosinus taqsim sinus. Qisqartirib, 1 beradi. Xo'p. Tangens alfa 1 taqsim katangens alfa. Yani tangens 2 bo'lsa katangens 1 taqsim 2. Tangens 3 bo'lsa katangens 1 taqsim 3. Katangens 3 bo'lsa tangens 1 taqsim 3. Teskaridan bir-biriga tushundingizmi? Qiymatlari teskari bo'ladi. Ana bizlarda novi asosiy ayniyatlarni formulalarini keltirib chiqarib berdim. Mana shundan keltirib chiqarib berasiz. Mana endi Alloh aytdim. Bu narsa nima, bu narsa nima deganda menga kerak.
Bana toş işledi, geldi bir çıkartıp verirsin. İmamdan geldiğine, imamdan geldiğine buna bölüp verdim, için bölüp verdin. Müsbet olan için bölüp verdim dedim. Senden kim giderse sorulur. Şunlarla. Ana İngiliz şöyle, misal veremem, bir tane karın. Misal. Sinüs alfa 3 taksim 4 bolsa kosinüs alfa tangens alfa tapdi. Kosinüs bilen tangesini tapdi. Hop, neçe tapaman desen, mende formula var. Qaysi formuladan foydalanmalıyız? Yok. 3'ün emas. Yok. Qanday? Endi de numeratsiya qo'yib ketdingiz ha? Ha, 1 2 mana 2 ni 2 1 demayman. Buni 3 1 deyman. Qaysi formuladan foydalanamiz? 3 1dan. Ne uchun? Sinus berilgan nom topacaksan, kosinus topacaksan. Qani yozamiz? Kosinus alfa plus minus 1 minus sinus kvadrat alfa. 1 minus 9 taksim 16. 7 taksim 16. Yüzdası 7 taksim 4. Ne için elden de plus minus elden imere yok alıp gitti. Eğer hiç ilişkine şart vermesi, elfenge şart vermesi, işaret fakat plusunu alasan değil. Çünkü elfenge şart verdin mi? Elfe falan işarette, elfe tutuyan işarette dedim mi? Yok. Hiç ilişkine şart vermedin mi? Demek plus minus bana bulmak gerekmez. Şart vermesi. Şahıs şart verdi onun işareti. Demek bunun için bu plus minusu yok aldı. Kaçan elfenge şart vermedi misal olsun. Şunun için yok. Ana bu cevap çıktı, kosinüs çıktı. Şimdi tangens diyecek tamam. Tangens. Tangens formülası Sinüsler, kosinüsler yani. tangens alfa sinüs alfanı bölemen o var. Kosinüs alfa. Sinüs alfa neçe? 3 taksim 4 bölemen izası 7 taksim 4. 3 taksim 4 köpeyyen 4 taksim izası 7. 3 taksim izası 7. Bu tangens çıktı. Çünkü bize kaçan gizli antrenörler geçiyor. Kosinüs. Kaçan gizli basın içeri. Kosinüsü sinüs alacağız. İzası 7. Ne oldu? İzası 7 tamamsın. Ahmaklar. Az mı oldu mu? Bunlar 2 milyon. İlzası taksim 3. Niçin? Aytdim bazı. Hanginiz belirleyen olsa şunun için verdim sana. Hanginiz belirleyen olsa katangiz için almashtıracağız sana prosto. Düşündün mü? Hop. Şimdi işin aksini haklasan bu usuldan işlengler. Haklasan meni yanında 3 usulda işleseyizler. Bol. 3 usul.